Hammangizga salom. Bugundan boshlab har kunga bir qonun degan bir yo'nalish kiritishga qaror qildim va bugungisi esa siz o'zingizni, tutqunlaringizni kashf qilishingiz. Ya'ni har bitta inson xuddi haykaltarosh kabi xom moddadan iborat bir qo'lida o'z tutqunlarini aslida tutqunlar bilan yaratiladi. Bu esa bizning xom ashyolarimiz. Ya'ni aslida biz bolaligimizdan bilamiz, nimaga juda ham tutqunimiz bor, nimani juda ham yaxshi ko'rib qilardik. Masalan, men oyna oldida oynani kamera deb o'ylab, har doim kimlargadir dars berardim. Bilmayman nimaga. Demakki, tutqunlaringiz sizni har doim aslida sizga o'z haqida bilishga bergan. Faqat buni kashf qilishingiz kerak. Chunki hayotimiz mana shu tutqunlar ortidan ketishga endi bog'liq bo'ladi. Afsuski, yoki juda ham Allohga shukr. Buni albatta kashf qiling. Aslida sizni hayot vazifangizda yoki missiyangizda aslida sizni bo'lmoq istaganingiz, bo'lishni istagan kishi bo'lishingizga yo'naltiradigan aslida u kishiligingiz, ichingizdagi qobiliyatingiz bor. Faqat buni eslashingiz kerak xolos. Masalan, bolaligingizda bu sizga ancha ochiq edi. Masalan, o'sha ishni qilishingizga bolaligingizda juda ham qiziqardingiz. Masalan, sizni bolalikdan nimani eng zo'r ravishda qila olishingizni balki yillar o'tdi, balki ota-onangiz, atrof muhit, qayg'ular, hayot qayg'ulari balki sizga bularni unuttirdi. Lekin siz bularni yaxshilab o'tirib eslasangiz, juda ham a'lo darajada kashf qila olasiz. Masalan, siz aslida kimligingiz nimalarda juda ham boshqalardan unikalni, ya'ni tengsiz ekanligingizni kashf qila olmayotganingiz aslida sizni ichingizdagi baxtsizligingiz sababi bo'lishi mumkin. Ya'ni ichdan inson siqilib, baxtsiz his qiladi-yu, aslida o'zini kimligini eslolmaydi. Ya'ni nimalarda u juda ham yaxshi. Hamma bloger bo'lishi shartmi derdim men oldin, lekin aslida meni o'zimni soham, masalan, o'rgatish bo'lsa, nimanidir, demak bu hozirgi momentda blogerlik bo'ladigan bo'lsa, nima ham derdingiz? Va bir narsada mohir bo'lishning eng birinchi qadami bu aslida o'sha ichki kuchingizni topish, o'zingizni, yagonaligingizni, sizni kimligingizni ko'rsatadigan o'sha hislatingizni topishingiz. Agar siz o'shani topsangiz, mahorat, ya'ni mohir bo'lish yo'lida eng birinchi qadamni qo'ygan bo'lasiz. Va bunga amin bo'ling, hech qachon kech emas. Necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, xoh 50 yosh, xoh 40 yosh, xoh 18 yosh, xoh 16 yosh, farqi yo'q. Albatta boshlashingiz mumkin. Chunki ustalik bu vaqt talab qiladigan jarayon va bu jarayonga hech qachon kech emas. Unutmang.